Ekspertimiz Shuhrat aka Samiyev Qirg'izistonda hozir qanaqa imkoniyatlar bor? Hamma bozorga chiqdi. Bular qatorida o'qituvchilar ham yoki injenerlar ham Siyosat bo'yicha ham gaplashsak bo'ladimi? bemalol Bo'ladimi? bo'laveradi. Ko'chani yo'q qilib yubordi, boshqa qildi, o'zi ko'cha bo'lib oldi. Shunaqa narsalar bo'lyapti. Maza qilib, cho'rnayda ishlab, pul qilgan bo'lsangiz, demak sizga hozirgi siyosat yoqmaydi. Shaharda, masalan, nomer 1 biznesmenlar kim edi desangiz, falonchi deydi. Qani shular desangiz, yo'q. U sizni jazolashga harakat qiladi. Sen shunaqa ishlaringni, kirdokorlaringni bilaman. Sразу aytaman deb tilingiz ham qisiq bo'lib qoladi. Kerakli joylarga yetkazaman, ko'raman shunda sen qanaqa qo'shiq aytib qolishingni, как ты будешь pet deydi. Hozir deydi xodimimni ustidan yozaman desam, qanaqa yozasan? Men seni yozaman deganlar bor deydi. O'rtacha oylik necha pul? 30 ming, 40 ming bo'ladigan bo'lsa, shuni beraman deydi. Qirg'izistonda hozirgi nalog bo'yicha bunday hisoblaydigan bo'lsa, yashirmasdan, hali podxod qilmasdan gapiraylik. Oqlaydimi, oqlamaydimi? 50 milliongacha оборот qiladigan bo'lsangiz, siz atiga 0,5% soliq to'laysiz, bo'ldi. Yiliga. Oddiy mana shu bitta klient uxlatib ketib qolsa ham, 1 yillik nalogingizdan ko'p uxlatish mumkin-da. Sizda isbot ham yo'q-da. Men sendan qachon olganman deydi. Siz shu 1 yil, 2 yil davomida o'rgatgan shogirdingiz sizdan ketib qolib, o'zi biznes qilib olishi mumkin. Shu narsa ham sizni qo'rqitadi. Iloji yo'q tizim qilishim kerak yoki xodimlarimga ko'nikishim kerak. Ilon Maskga yozyapti ekan. Aka ishlarimiz nima bo'lyapti deb. O'zi bir dona aksiyasi bor. Ya'ni mayda investor bilan ishlashda shunaqa muammolari bor. Mana Xitoyda o'rtasida u yoqqa bu yoqqa o'tayotganlarga choy berib tursak ham ancha pul ishlab olamiz. Yoping bozorda, yoping do'konni, ketdik desiz, yo'q deydi. Nimaga? U birinchidan bemalol dam ololmaydi. Assalomu alaykum. O'sish nuqtasi podkastimizda shu paytgacha bir nechta ekspertlarni chiqardik O'zbekistondan. Endi navbatdagi sonimizda Qirg'izistondagi bir ekspertni chiqarishni reja qilgandik. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun doimgidek sovg'amiz bo'ladi. Shuni boshidan eslatib o'tmoqchiman. Ekspertimiz Shuhrat aka Samiyev Qirg'izistonda bir nechta loyihalarda boshqaruvchi bo'lib ishlagan va bir necha yillik mana shu biznes borasida, boshqaruv borasida tajribasi bor inson. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush ko'rdik. Xo'p, qisqacha tanishtiruv qilsak-da. Avvalo shu yerga kelganingiz uchun mana qadam bosib keldingiz. Alloh ajrlab bersin. Yana ham niyat qilamiz boshidan ko'ruvchilarning har biriga mana shu podkastimiz foydali bo'lsin. Va o'zi boshidan kimga foydali bo'ladi desa, men Shuhrat akam bilan bir necha marta gaplashgan inson sifatida aytamanki, agar biznesida moliyada qiyinchiliklar bo'lsa, agar biznesida soliq tomonlamadir, umuman boshqaruvdadir qiyinchiliklar bo'lsa, men o'ylaymanki, bu podkast oxirigacha ko'rsangiz juda ham foydali bir kichik bo'lsa ham insaytlar bo'ladi. Shuhrat aka, qisqacha o'zingizni tanishtiring, qayerlarda ishlagansiz va sohangiz qayerdansiz? Ismim Shuhrat Samiyev. 1985-yilda tug'ilganman. Qirg'izistonda O'shda Qirg'iz O'zbek universitetida xalqaro munosabatlar, международный отношения tugatganman. Professional ish faoliyatimni 2005-yildan boshlagan. Shu kungacha bir necha kompaniyalarda ishlab kelganman. Shular jumlasidan asosan FMCG, ya'ni distributsiya sohasida ishlaganmiz. Katta kompaniyalardan Barbol kompaniyasini ayta olaman. Shu kompaniyada ham bir necha yil davomida ishlab, o'z faoliyatimni olib borganman. Keling, to'g'ridan to'g'ri Qirg'izistonda hozirda biznesdagi imkoniyatlar haqida men savol bersam. Mayli. Va undan keyin biznesmenlarning hozirgi holati, nimalardan quruq qolyapti, nimalarga e'tibor berish kerak masalasida chuqurroq gaplashamiz. Xo'p, demak, Qirg'izistonda hozir qanaqa imkoniyatlar bor biznesmenlar uchun va ko'pchilik nimalarni e'tiborga olsa, tezroq mana million dollarga chiqish mumkin bo'ladi. Chunki O'zbekistonda ham bir davrlar bo'lgan, boshlab qo'yganlar, gazini bosib qo'yganlar, hozir mirovoy biznesga aylanganlari bor. Men o'zim tanigan yoshgina biznesmenlar. Va bilaman, 1 yil, 2 yil bo'lmasdan O'zbekistonda bir nechta filiallar bilan kengayib olganlar bor. Men ko'rayotganim, Qirg'izistonda ham hozir juda imkoniyatlar katta ochilyapti. Siz qanaqa ko'ryapsiz? Albatta, davlatimiz tomonidan juda ko'p biznesga qulayliklar yaratilyapti. Bulardan bittasi soliq tomonidan ancha yengillik berilgan. Hozirgi kunda tadbirkorlarimiz единый degan nalog turi bor.
shu nalog turiga ro'yxatdan o'tib faoliyatlarni olib borsa bo'ladi. Juda ko'p qulayliklari bor. Undan tashqari mana davlat tomonidan soliq xizmati oldin aytaylik tekshiruvchi organ bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda ular servis ko'rsatuvchi, xizmat ko'rsatuvchi organga o'tish siyosatini olib boryapti. Demak, soliqda hozir imtiyozlar katta, lekin ko'pchilik inobatga olmaydi. Men bilaman-da, o'zimiz O'zbekistonda ham rosa katta imkoniyatlar ochilib qolganda ko'pchilik bilmay qoladi. Hozir nima qilsam, men Qirg'izistonda biznes qilsam-u, nimalarga e'tibor bersam, 1 2 3 4 sanab bering. Men tezroq o'sishim mumkin bo'ladi va nima uchun men bellikda ishlashim kerak? Nima uchun men soliqni to'liq to'lashim kerak? Oqda, bellikda ishlaydigan bo'lsangiz, birinchidan sizni fokusingiz ikkiga bo'linmaydi. Ya'ni oq qismini qanaqa qilib ko'rsataman, qora qismini, chorniy qismini qanaqa qilib ko'rsataman degan fikr bo'lmaydi. Siz faqat savdoni rivojlantirishga qaratgan bo'lasiz. Fokusingizni qaratishinizga faqat oq bo'ladigan bo'lsa, bu birinchidan. O'g'irlik ehtimoli shunda ham kamaysa kerak, to'g'rimi? Albatta o'g'irlik ehtimoli kamayadi. Ya'ni siz o'z xodimlaringiz tomonidan biznesingizda o'g'irlik, qandaydir bir qing'ir ishlarni ham oldini olgan bo'lasiz. Ochiq prozrachniy sistema qura olsangiz biznesingizda. Mana oddiy tasavvur qiling, kuzatuvchilarga murojaat. Bitta xodimingiz siz bilmaysiz, siz bilmaganingiz uchun o'g'irlab ketadigan summani 1 yilligini hisoblasangiz, o'sha soliqni, nalogni pulidan ancha qimmat bo'ladi. Men buni tajribada boshimdan kechirganman-da. Albatta. Bu narsani biz ham ko'rganmiz. Keyin bu xodimdan siz zavismay bo'lib qolasiz. Chunki bu xodimda o'g'irligini yoki qandaydir bir qing'ir ishlarni fosh qilib, shu narsaga uchun jazolamoqchi bo'lsangiz, u sizni jazolashga harakat qiladi. Sen shunaqa ishlaringni, kirdokorlaringni bilaman. Sразу aytaman deydi, tilingiz ham qisiq bo'lib qoladi. Kerakli joylarga yetkazaman, ko'raman shunda sen qanaqa qo'shiq aytib qolishingni, как ты будешь pеть deydi. Потом посмотрим deb shunaqa. Ko'p bo'lgan lekin shunaqalar. Hozir deydi xodimimni ustidan yozaman desam, qanaqa yozasan, men seni yozaman deganlar bor deydi. Albatta, bu ham sizni nima deydi? Uzyumi, ya'ni zaif tomonlaringizda. Agar siz xayoli shu yerda, xodimim meni ustimdan yozmasmikin, bu qilayotgan kirdikorlarimni birov bilib qolmayaptimikin, nalogni qanaqa qilib yashasamkin, ya'ni fokus har tomonga bo'lingan sizda. Siz shu sistemani to'g'ri o'rniga qo'yasizda, sizni fokusingiz faqat savdoni rivojlantirish, klientlar oqimini ta'minlash, foydani oshirish, shu narsalar kengayish, yangi filiallar ochish, dunyo miqyosiga chiqish, shu haqda o'ylaydigan bo'lsangiz, sizda ancha kuch, energiya katta ish osonlashadi, energiyangiz to'g'ri tomonga sarflagan bo'lasiz, yo'naltirgan bo'lasiz. Ya'ni u yerdan yana siz qaytib energiya olasiz. Berigi negativ tomonlardan siz energiya sarflaysiz, lekin u yerdan sizga energiya qaytib kelmaydi. Xo'p, qarang. Men belli ishlayman desam, gap yo'q, zavr. Lekin oqlaydimi? Kichik biznes, o'rta biznes. Nimaga oqlamaydi? Qirg'izistonda, chestni aytaveraylik, bir behijolat. Qirg'izistonda hozirgi nalog bo'yicha bunday hisoblaydigan bo'lsa, yashirmasdan, hali podxod qilmasdan gapiraylik. Oqlaydimi, oqlamaydimi? Nimaga oqlamaydi? Qarang. Siz aytaylik, importyor emassiz. Ya'ni ichki bozordan, qaysidir katta firmalardan yoki katta gigantlardan tovar olib sotasiz. Siz nima uchun oqlamasin? Sizda imkoniyat bor. Yillik 50 million, bu taxminan 550 ming dollar, 550 mingdan ko'proq pul bo'ladi. Bir yilda 50 milliongacha оборот qiladigan bo'lsangiz, siz atiga 0,5% soliq to'laysiz, bo'ldi. Yiliga. Sizdan boshqa soliq talab qilinmaydi. Ya'ni qo'l ostida ishlayotganlarni daromad solig'i, nimalarini, ijtimoiy to'lovlarini to'laysiz, bo'ldi. Sizda 0,5%. Bu degani misol 100 so'mlik narsa sotsangiz, 100 so'mlik narsa sotsangiz, davlatga siz faqat 50 tiyin to'layapsiz. Ya'ni klientga siz 100 so'mlik narsani 95 so'mga beraman. Emas, yarim tiyin, 1 so'm emas yani. 50 tiyin. Ya'ni 1000 so'm savdo qilsangiz, 5 so'm beryapsiz. Bu 0,5%. Siz buni yashirishdan ham hojat yo'q. Unga yashirgan ketgan energiyangizga ham arzimaydi u narsa. Ochiqchasiga ishlaysiz. Sizda biznesni tizimni to'g'ri quradigan bo'lsangiz, sizda kiruvchi
nima bor? Misol aytaylik, 1 million so'mlik, 1 million so'mlik tovar oldingiz. Oyda oxirida sotdingiz. Ya'ni ikkala o'rtadagi balansni siz to'g'ri olib boradigan bo'lsangiz, sizga hech qanaqa muammo yo'q. Davlat hozir boya aytib o'tganimdek servis ko'rsatuvchi xizmatga aylanayapti. Hozir ular oldin asosan tekshiruv kelib tekshirgan bo'lsa, hozir ular analitikaga asoslanib ishlayapti. Ya'ni Bobur aka bir oyda shuncha tovar oldi, shuncha tovar sotdi. Balans chiqyaptimi? Chiqyapti. Отчетlar vaqtida topshirilyaptimi? Topshirilyapti. Bo'ldi, sizga yillab tekshiruv kelmaydi. Yillab tekshiruv kelmaydi. Mana men o'zi bir korxonada rahbar bo'lib ishlayman. 2025-yilda bizni hech kim eshigimiz tagiga taqillatib kelgan emas. Kelmadi 2020. Lekin bungacha oldinlari qo'rqib o'tirardik, qachon kelib kelar ekan. Ya'ni ishlarimiz tekis qilib ishlagan paytlarimizda ham hatto tekis qilsangiz ham bosim bo'lardi. Bosim bo'lmasa-yu, o'zingizda qandaydir bir noxush holatlar bo'lardi, chunki boya aytib o'tgandek, ular nadzorniy organ edi. Ya'ni tekshiruvchi organ edi oldin. Hozir keladigan bo'lsa, sizdan bugungidaqa nayz qilish yo'q. Qanaqa, nimaga solig'ingni yashiryapsan, shunaqa, unaqa narsa yo'q. Hatto borib nima qilsangiz konsultatsiya beradi. Tushunmagan joylaringizni tushuntirib berishadi. Bizda ham nima almashinuv bo'lganda, prezident almashinuvi bo'lgandan keyin bizda shunaqa narsalar yaxshilanib, juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Uni ko'ra olgan ko'ryapti-da. Sizlarda ham hozir ayni paytda shunaqa ko'ra olganlar bosib qoldi biz payt. Shunaqa hozir bosganlar hozir millioner, milliarder bo'lib yuribdi. Xuddi shunaqa. Negativlar negativ bo'lib hali ham yuraveradi. Bu o'zlari endi ularga e'tibor bermaymiz, chunki odam o'zi qachonki shu narsaga pishib yetiladi, oq ishlasam uzoqqa boraman ekan degan fikrga qachonki o'zi ichidan yetib keladi, shunda ular bizni gapimizni, bizni maslahatimizga yuradi, bizni gapimizni oladi. Agar u narsa pishib yetilmasa, har qanaqasiga biz oq ishlash, to'g'ri ishlash, hozir bosib qolish kerak, payti deyishimizga qaramasdan ular shu o'z bilganidaqa yuraveradi. Nimaga ko'pchilik haqiqatda shu imkoniyat kattaligini bilib turib ham shart beliga o'tib ketmayapti? Yana shu yuragini ushlab yuribdi. Shu nimadan ekan men o'ylayman. Oxirigacha tushunmayapti-da. Oxirigacha tushunmayapti. Men bilganim shu. Oxirigacha tushunmayapti. Ular ilm yetmayapti yoki prosta shuncha pul to'layman, налог ketyapti-da. Bir yilda buncha $1000 bo'lib ketar ekan. Endi mana kecha bir suhbatda bir akamiz aytayapti. Ukam deydi, ishchi oladi. 25 ming so'm, 30 ming so'mga ishlaydigan ishchi istaveradi doim. Kecha suhbatda eshitdingiz-ku. 25 ming so'm, 30 ming so'mga ishlaydigan ishchi istaveradi. Bitta ishchisi bor, 70 ming so'm oylikka kelgan hozir, lekin natijasi zo'r. U 100 ming olib keladi. 100 ming, 150 ming, hozir mana sezon yo'qligida 100 ming olib kelyapti, 70 mingni olib ketyapti, deyapti. Sezon bo'lganda 200 ming olib keladi, 70 mingni olib ketadi. Akamiz o'ylayapti 70 ming oylik ko'p. Bizda shunaqa bo'lib qolgan. Men masalan 21 yil tajribam bo'ladigan bo'lsa, undan 3 yilligina faqat ish beruvchi bo'lib ishlaganman. Qolgan 23 yilida yollanma ishchi bo'lib naymda ishlayman. Ko'pchilikda kuzatganim sredniy statistический deymiz, ya'ni o'rtacha oladi. Misol mana o'shda o'rtacha oylik necha pul? 30 ming, 40 ming bo'ladigan bo'lsa, shuni beraman deydi. O'rtacha oylikni beraman deydi. O'rtacha oylikni beraman yoki undan pastroq beraman deydi. Keltirayotgan natijasini hech kim o'ylamaydi. To'xta, men bu odam men 30 ming oylik beryapman, misol 50 ming foyda olib kelyapti. Bunga 100 ming bersam 500 ming olib kela oladigan kuchli spetsialist ekan. Shunga 100 ming beray degan fikrdan yiroq. Xuddi shu arzon ishchidan yutib qolaman degandek, налогdan ham yutib qolaman deb undan 10 baravariga tushib qolyapti. Shunaqa. Mana налогni beli ishlasa nima foydalari bor? Men o'zimni bilganlarimni aytaman, siz ham qo'shimcha qilsangiz. Xo'p. Agar beli ishlaydigan bo'lsangiz, birinchidan gigant kompaniya bo'la olasiz. Yo'lingizni to'smaydi hech kim. Buni hali ham ishonmayotganlar bor. Yo'q, kattalashib ketsangiz urib o'ldirishadi deydi. Men o'ylayman, mirovoy уровеньda bemalol katta biznes qila olasiz agar beli bo'lsa. Ikkinchidan, nasiyaga bersangiz ham undirish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi agar belida bo'lsa. Sizlarda bilmadim, baribir qonunlarimiz bir xil. Agar belida bo'lsa, davlat undirib berish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. 99.9% bittada undirib beradi. Qo'shimcha qilib ketaman. Belida ishlasangiz, siz unga shot faktura yozib berasiz. Shu
rostdan ham bu odamga, bu klientga, kontragentga tovar berdingiz. Davlatga aytgansiz buni, shot faktura yozgansiz. Men palonchi shu akamizga yoki shu opamizga tovar berdim, mana davlatga ko'rsatib, shundan solig'ini to'layapsiz. Endi ertaga davlatga borib turib, men akamga shuncha miqdorda tovar beruvdim, solig'ini to'laganman, akam bermayapti desangiz, keyin endi davlat sizga undirib beradi. Sizda qo'lingizda shu доказательный baza bo'ladi. Cho'rni ishlaydigan bo'lsa, siz unga shot faktura yozib bermaysiz, sizda isbot ham yo'qda. Shuni Men aytaman. sendan qachon olganman deydi. Shu bitta oddiy mana shu bitta klient uxlatib ketib qolsa ham, 1 yillik nalogingizdan ko'p uxlatishi mumkin-da. Shuning uchun nima qilasiz, beli ishlang deyman. Hali boya bolalar bilan o'tirib hisobladik. Yillik misol $500,000 оборот qiladigan bo'lsangiz, mana Qirg'iziston misolida 0,5% bilan оборот qilishingiz mumkin, ishlashingiz mumkin. Yillik обороtingiz $550,000 dan oshmasa. Taxmin qiling, siz 1 yilda $500,000 оборот qildingiz. Davlatga faqat $2,500 ni beryapsiz. Juda katta, juda yaxshi. Davlat $2,500 beryapsiz. 1 yil uchun juda yaxshi. Endi siz bitta klient bilan eng kamida $10,000-20,000 muomala qilasiz. Bu siz aytgandek, bitta klientimiz $5,000 ga uxlatib ketganda ham bo'ldi. Biz misol 2 barobar. U 2 barobar yillik hisobidan. Biz u klient hisobidan qancha ekonom qilgan bo'lishimiz mumkin? $5,000 ga qancha $12,5 bo'ladimi? Shunaqa. Yo'q, $25 bo'ladi. $5,000 $25 bo'ladi. $25,000 davlatga bermayman deb turib, $5,000 dan qurib qolamiz. To'g'ri. Shuning uchun yana nima foydalari bor belida ishlashni? Hozir men eslaganim shu bo'ldi. Misol mana ko'p ishxonalar yoki ko'p bizneslar, startaplar yoki qandaydir bizneslar qaysidir etapda o'sish kerak bo'ladi. Uning uchun pul kerak bo'ladi, investitsiya jalb qilish kerak. Bankka boradigan bo'lsangiz, bank sizdan zalog so'raydi. U haligi qoram nimasini qo'yib turadi. Bank sizdan halol banklar ham sizdan baribir zalog so'raydi. Nimadir qo'yishingiz kerak bo'ladi bankka. Zalogga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari siz оборотlaringiz haqida ma'lumot so'raydi. Qancha nima qilyapsiz, qancha davlatga налог to'layapsiz so'raydi. Siz u narsani ko'rsatib bera olmasangiz, bank ham bermaydi. Investitsiya olmaydi. Olamiz, jalb qilamiz investitsiya bankdan. Endi xususiy investorlarga boradigan bo'lsangiz, siz prozrachniy hamyonni ko'rsatib bera olishingiz kerak bo'ladi. Отчет oldiga tashlab qo'yasiz. Men bilgan katta investorlarda o'zlarining auditorlari bor. Bor. Auditorlari bor. Sizga yuboradi, auditorni yuboradi-da. Kelib hujjatlaringizni o'rganib, hamma yo'lda o'rgangandan keyin o'zini shu shefiga borib turib, bunga pul bersak bo'ladi yoki bo'lmaydi deydi. Ya'ni u investorlar pul tikmasligini shu auditorlari ularga tayyor olib kelib beradi. Chornida desa 50-60 ming investitsiya olish mumkin-ku, lekin unaqa katta investitsiyalarni katta investitsiya ololmaydi. Bir lekin agar Chornida ishlagandan keyin baribir ikkita daftar tutadi, qandaydir hisob kitobida chalkashlik bo'ladi. Ya'ni ochiq hamma yo'lda prozrachniy ko'rsatib bera olmaydi. Aka, biz misol yillik оборотimiz aytaylik $100,000, 30% foydamiz bor. Misol gryazning 30% bo'lsa, 15% toza foyda olamiz. Investor bo'lmoqchi bo'lsangiz, misol mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Yoki aytaylik kattaroq nimalar ko'rsatish mumkin. Mana menda deydi o'sishim uchun, misol mana hozir 30% topayotgan bo'lsam, bu ishlarni qiladigan bo'lsam, bu uchun menga pul kerak bo'ladi. Yillik обороtim $1 million ga chiqadi. Endi u paytda meni foydam 30% bo'lmaydi, endi 50% bo'ladi deydi. 15%im nimaga chiqib ketadigan bo'lsa, xarajatga chiqib ketadigan bo'lsa, o'rtada 35% foydam bor. Shu narsani ochiq ko'rsatib bera olsa, kredit nima? Investitsiya jalb qilish ham juda oson bo'ladi. Agar bu narsani ochiq ko'rsatib bera olmasa, birinchidan yaxshi investorlar pul bermaydi, taklif qilmaydi. Pul taklif qilgan investorlar uni ertamandan kechgacha telefon qilaveradi. Aka, ishimiz nima bo'lyapti? Aka, ishimiz nima bo'lyapti? Mayda investorning muammosi katta bo'ladi. Shunaqa haligi bir nima bor edi. Birov Tesla'ni aksiyasini olib, Instagramdan Tesla'ning bitta aksiyasini olibdi, Instagramdan nimaga yozyapti ekan. Facebook nimagami?
Ilon Maskga yozyapti ekan. Aka ishlarimiz nima bo'lyapti deb. O'zi bir dona aksiyasi bor. Ya'ni mayda investor bilan ishlashda shunaqa muammolari bor. Ya'ni sizga pulini bergandan keyin ertalabdan kechgacha sizdan hisobot olib o'tiradi. Kattaroq investor u bir yilda yoki shu определенный paytda hisobotni berasiz. Yoningizga aytaylik bitta auditor qo'yib qo'yish mumkin. U aytib turadi. O'zini nimasiga hisobot berib turadi shefga, shef biz to'g'ri yo'ldan yo'nalishga ketyapmiz yoki yo'nalishdan chiqyapmiz deydi. Shu qaysidir momentlarda sizga ancha yordam beradi. To'g'ri. Oq ishlashni yana bitta foydasi shu. Zo'r. Umuman olganda kuzatuvchilar oq ishlashdan qo'rqish kerak emas, ayniqsa hozir Qirg'izistonda. Albatta Qirg'izistonda qo'rqish kerak emas. Siyosat bo'yicha ham gaplashsak bo'ladimi? Bemalol. Bo'laveradi. Mana siyosat almashdi. Xo'p. Meni ko'rishim bo'yicha, Ha. вообще zo'r siyosat ketyapti. O'zbekistonni bir necha yil oldingi siyosatidaqa yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Lekin ba'zilar endi ko'chada gap eshitib qolasiz undan bundan. Bular ko'chani yo'q qilib yubordi, boshqa qildi, o'zi ko'cha bo'lib oldi, shunaqa narsalar bo'lyapti. Men unaqa ko'rmayapman. Dunyo bozoriga chiqishga tayyorlanyapti. Juda bir o'zini o'ylab 2-3 odam qiladigan ishlar bo'lmayapti-da, juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni kallasi yetayotganlar bormi yo men adashyapmanmikan? Yo'q, bu yerda siz pozitsiyangizni aniqlab olishingiz kerak-da. Agar sizga misol oldingi sistemada maza qilib, cho'rnida ishlab, pul qilgan bo'lsangiz, demak sizga hozirgi siyosat yoqmaydi. Hozirgi siyosat yoqmaydi. U o'zini o'ylayapti-da, to'g'ri, millatni o'ylamayapti. U faqat o'zini o'ylaydi, o'zini yaqinlarini o'ylaydi. Shunaqa u millatni anaqasi dardi degan tushuncha yo'q u odamlarda. Agarki siz oldin misol mana klanoviy rejimda siz nimadir ish qilish uchun shu klanni qaysidir bir a'zosiga murojaat qilishingiz kerak bo'lardi. Yoki juda mayda ish qilishingiz kerak bo'lardi. Katta biznes qilishga sizga yo'l yo'q edi. Taksistlik ham monopoliya bo'lib ketdi ochig'i. Endi qaysidir momentlarda shunaqa aytyapman, shu yomonlar ekanlar, shu monopoliyadan chiqib qolganlar, bozordan o'rnini yo'qotib qo'yganlar, ochiq ishlashga, prozrachniy ishlashga shu kungacha pishib yetilmaganlar, ilmi yetmaganlar, shular yomonlab siyosat unaqa bo'ldi, siyosat bunaqa bo'ldi, noto'g'ri ish olib borilyapti deyish mumkin. Lekin men o'zim boya aytib o'tdim, международный отношения o'qiganman, siyosat, munosabat, odamlarni gapirayotgan gaplarning orqasida nima ma'no, nima maqsad, ozgina fahm oq qorani ajratib bilganim uchun juda zo'r siyosat ketyapti. Chunki dunyoga bemalol chiqishingiz mumkin. Investitsiya jalb qilib ishlashingiz mumkin. Sizda hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas. To'g'ri. Agar mana shu ketishda zo'r ketsa, juda katta nima bo'ladi? Aholi soni kam bo'lgani bilan, lekin qancha mirovoy potensial katta, potensial katta. Xitoy bilan bir devor qo'shnimiz. Mana Xitoyning o'rtasida u yoqqa bu yoqqa o'tayotganlarga choy berib tursak ham ancha pul ishlab olamiz. Eskashi Ipak yo'lida joylashgan misol biz Qirg'iziston, bu tomondan masalan O'shga, Qorasuvga keladi-da, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston ketdi shu tomon. Teva tomonimizdan bo'ladigan bo'lsa, shimol tomonimizdan Bishkekka keladi, Bishkekdan dal shu Qozog'iston, Rossiya, Ozarbayjon shunaqa imkoniyatlar bor. Juda keng imkoniyatlar bor. Qo'shnimiz misol bizga ekonomik, siyosiy ahvolimiz stabil bo'lgani uchun qo'shnimiz bilan bemalol muomala qilib, hech qanaqa bir tikkan investitsiyamizga yoki bir kiritgan pullarimizgami, tovarlarimizgami, оборудованиялаrimizgami qo'rquv yo'qda, bemalol ishlashimiz mumkin. To'g'ri. Davlatimiz shunga katta urg'u beryapti. Shunaqa. Biznesmenlarga hozir qanaqa imkoniyatlar bor? Men ko'rayotganim demping bozorida yoki narx tushirib bir-biri bilan dehqoncha urush bozorida o'zi bozor tugab bo'ldi shekilli Qirg'izistonda ham. Hozir marketing, to'g'ri ilm bilan, brend bilan kirib kelsa, hozir men ko'ryapman, juda katta potensial bor.
tezda mirovoy bizneslarni qilsa bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Buni qanchalik hozir Qirg'izistonda bunaqa imkoniyat bor? O'zi traditsion bozorimizni kelajagini ko'rmayman. To'g'ri, qaysidir qismi ishlab qoladi. U yerda asosan shu hunarmandchilik, o'zingiz hunaringizdan kelib chiqqan bir qandaydir mahsulotlarni bozorga taklif qilasiz. Traditsion bozorda. Keyin turistlarimiz keladi. Turistlar kelsa, sizlar bozoringlar qanaqa deydi. Shu bizning bozorimiz bu yerda, bu aytaylik biz qamchi yasaymiz, biz qalpoq yasaymiz yoki biz pichoq yasaymiz, nimalardir yasaymiz, o'zlariga suvenir qilib olib ketadi. Shu bozor qoladi. Traditsion bozor. Qo'ymol, hayvon masalalar bo'lsa kerakmi? Shu endi u qo'ymol, hayvon masalalari da, u aytamanki traditsion bozorimizda shu narsa qoladi. Lekin misol oziq-ovqat, kiyim-kechak yoki qandaydir bir boshqa misol uy tirikchilikka kerak bo'ladigan mollarni sotmoqchi bo'lsangiz, sizga hozir birinchi qadam bozordan chiqing, bozor tashqarisidan do'kon qiling. Katta, kichik farqi yo'q. Do'kon qiling, bozor tashqarisidan do'kon qiling. Birinchisi, ikkinchisi reklama qiling. Uchinchisi brend qiling. O'zingizga brend qiling. Servis, to'rtinchisi servis. Servisga urg'u bering. Shunda siz yutib ketasiz. Shu bilan birga sistema ham qilib, bu sistema bu samo-savoy bu haligi nima deydi? Bu bazaviy narsa-da. Bu sistemasiz bozor qila olmaysiz. Chunki misol mana og'riqli nuqtalar mana hozir ko'p biznesmenlarda telefonda o'chirib ketdik toqqa desangiz 99% ketolmaydi. Qanday deydi? Qanday ketadi deydi. Ketdi bir haftaga deysiz yoki 3 kunga yuring deysiz. Ketmaydi. Mana hozir mana qish, ertaga bahor, yozda issiq sezon boshlanadi bizda. Yoping bozorda, yoping do'konni, ketdik desangiz, yo'q deydi. Nimaga? U birinchidan bemalol dam ololmaydi. Ishlarni to'g'ri taqsimlab bermagan. U mayli deb sizga qo'shilib, ko'pchilik ekan ichidan qolib qolmay, qiziq bo'ladi baribir deb 5 ta 6 ta bitta mashinaga o'tirib ketayotganingizda shahardan chiqmasdan turib telefon jiringlashni boshlaydi. Shu ishimiz manaqa bo'lib qoldi-da, buni qanaqa qilaylik, pulni qachon beramiz degan bo'lmaydi. U bo'ldi, siz hali shahardan chiqib ulgurmadingiz. Siz bizni hozirgi kunda haligi ko'pchilik biznesmenlar, ya'ni xavs ichidagi biznesmenlar faqat shu o't o'chirish bilan bandda. Bu yerda o't ketib qoladi, yugurib borib uni o'chiradi, bu yerda o't ketadi, yugurib borib uni o'chiradi. Tizim yo'q. To'g'ri. Yoki safardan qaytib kelsa muammolar to'planib qolgan bo'ladi. Alohida gaplashib olaylik aka deyshadi. O'zi yurak sezib turadi, kimdir ketaman deb qolgan, kimdir klient ketib qolgan. Safardan qaytib keladi-yu, o'zi birinchidan damagandek bo'lmaydi. 3 kunga ketib qolsa ham, 3 kunning ichida уже 3 yillik muammo to'planib qolgan bo'ladi. Siz aytgandek, aka alohida gaplashib olaylik, bu buna bo'ldi, bu buna bo'ldi. Tizim yo'qligidan, kommunikatsiya to'g'ri qurilmaganligidan, javobgarliklar belgilanmaganligidan shunaqa ishlar bo'ladi. Qaytib kelgandan keyin pul qani desangiz, ukangiz kelib olib ketdi deydi. Kassani pulini. Borsangiz ukangiz mashinaga olgan bo'ladi. Ukangizga borib pul qani desa, men o'zimga ishlatdim, uyga mana shunda qildim deydi. Shu bilan tizim yo'qligidan. Endi keyin to'xta deysiz, menga shuda dam olish qimmatga tushdi deysiz. Bitta tajriba bo'ldi. Keyin safar endi Elon Musk chaqirsa ham qo'ying endi aka mashinada yurib turib olaylik. Undan ko'ra o'z keyin oshqib beraman deb shunaqa indamay qolaverasizda. Agarda siz ham xodimlarni boshqarishda, pul oqimini boshqarishda, assortimentni boshqarishda, savdoni oshirishda, to'g'ri reklama berishda va qo'yingki biznesingizda har qanday muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, bizning xizmatlarimizdan foydalaning. Xizmatlarimiz 1 kunlik forumlar, 3 kunlik sotuvni 2x oshirish kurslari hamda 1 oylik biznesni tizimlashtirish coaching darslarimiz mavjud. Bizning darslarimizda qatnashish orqali sotuvingizni 2 va undan ko'p barobarga oshirishingiz qo'shimchasiga 40 ga yaqin instrumentlarni o'rganasiz va o'z biznesingizga joriy qilishingiz mumkin. Dasturlarimizda qatnashish uchun hoziroq opisiyaniyadagi link orqali ro'yxatdan o'ting. Tizim desa ko'pchilik hali juda bir boshlab bir qilish kerak deb o'ylaydi, yo'qmasa menga kerakmi deb o'ylaydi. Masalan, oddiy bozorchi, do'konchi
men o'ylaymanki tizim juda oddiy narsada. Shu mayda juda tartibsizliklarni o'zini ilmi bor, shunday tartibga solib, biriktirib, yozib, qo'l qo'ydirib nima qilib qo'yadigan oddiy narsa tizim. Ba'zilar avtomatizatsiya deb tushunadi, kompyuterlashtirish. U tizim qilmasdan avtomatlashtirsa o'zi avtomatlashib ketgan bardak bo'ladi. Tizim haqida nima deysiz, mana kichkina do'kon. Shunday tushunsinki, tizim oddiy narsa ekan. Necha 3-4 ta narsani o'rganib qo'ysam, tartib bilan bemalol o'ynab ketsam bo'lar ekan deydigan sodda darajada qanday tushuntirsak bo'ladi? Tizim desak, eng avvalo bu yerda ya'ni pulni tushunaman. Birinchisi, chunki o'zim distributsiyada ishlaganimda tovar yetkazib borsangiz, vaqtida pul bermaydi. Nimaga desangiz, o'sha akasi, ukasi yoki xo'jayini kelib pulni olib ketib qolgan bo'ladi. Aslida u sizni tovaringizni puli bo'ladi, sizga berilishi kerak bo'lgan pul bo'ladi, olib ketib qolgan bo'ladi. Tizim qiladigan bo'lsak, eng avvalo qilayotgan ishlar ro'yxati, masalan, kunda nima qiladi? Tovar priyomka qiladi. Aytaylik, bitta oziq-ovqat do'koni, mahalladagi oziq-ovqat do'kon, oilaviy do'kon. Masalan, obedgacha kimdir ishlaydi, obeddan keyin kimdir ishlaydi. Birov o'qishdan qaytib keladi, unisi ishlaydi. Oddiy qadamlar bilan qilib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni tovar priyomka qilayotganda nimaga e'tibor beramiz? Misol, tovarni qarab olganimizda, muddatiga qarab olishimiz kerak. Bu rostdan bizning zakazmi, boshqa birov zakazni olib kelmadimi? Shunaqa bir 2 ta 3 ta tovar priyom qilayotganda shu narsalarni nima qilamiz? Bitta daftarga tovar priyom qildim deb turib yozib qo'yamiz, qayd qilib qo'yamiz. Puli to'langan bo'lsa, misol pulini berdim. Bo'ldi. Kunlik kirim-chiqimlarni yozib boramiz. Misol, aytaylik, shu mahalladagi do'kon har kuni birov kelib 1000 so'm, birov kelib 20 so'mlik narsa savdo qilib kelsa, har bittasini yozgani qiynalaman deyish mumkin. Mayli, qiynaling, yozmang, lekin kimga pul berganingizni albatta yozib boring. Yozib boringda kunda qarang. Nech pul kassadan ishlatdingiz? Nech pul qoldi? Demak, oxirida bitta hisob chiqarsiz, itoq chiqarsangiz bo'ladi-da, yozib qo'yasiz. Ya'ni oddiy qadamlar bilan qilib borsa bo'ladi. Bu narsa birdaniga qilish juda qiyin. Ko'pchilik qarshi bo'ladi bu narsaga. Eski xodimlar. Eski xodimlar qarshi bo'ladi. Bir keyin misol jicha kattaroq biznesni aytadigan bo'lsak, men o'z tajribamda bitta konditerskiyga chaqirishgan, qandoqlar fabrika nimasiga, sexiga. Er-xotin semeyniy biznes. Shu ishlarni qilamiz deb eri bilan soglasiovat qilib, endi boshlasangiz, xotini kelib to'xtatib qo'yadi. Keliniga tushuntirib, shu ishlarni qilamiz, keyin mana narsa bo'ladi desangiz, bu yoqdan keyin aka kelib to'xtatib qo'yadi. To'xtanglar, bu cho'ta o'xshamayapti deydi. Sabotaj, qo'rqadi, ya'ni xodimlarni ketib qoladi deb o'ylaydi. 2-3 ta yulduz xodimlar bo'ladi. Shu yulduz xodimlar keyin sabotaj qilishni boshlaydi. Bir kun ishga chiqmay qo'yishi mumkin. Yoki bunaqa sharoit bo'ladigan bo'lsa ishlamayman deydi. Darrovda men falon ish qilmoqchi edimda o'zim, yoki shu poytaxtga ketib qolayotgandimda, yoki yana nimadirlar, har xil bahonalar bilan ishdan ketib qolishni aytib qo'ygandan keyin bu yoqdagilar keyin tizim yo'qligidan qo'rqib ketadi. Hozir buni o'zi aytaylik 1 yillikda zo'rg'a o'rgatdim. Endi mana qilganda bu ketib qolsa men yana yangi olib o'rgatamanmi degan qo'rquv bilan biznes egasi endi xodimlar uchun ishlashni boshlaydi. Biznes xodimlar biznes egasiga ishlashni o'rniga biznes egasi xodimlar uchun, biznesi uchun o'zi ishlashga majbur bo'ladi. Men biznesmenman, agar tizim qo'yay desam, xodimlarim qarshi chiqadi. Baribir qo'yaman desam, prinsipi ketib qolishi mumkin. Buni bilsa-yu, unaqa maksimum ketmasdan maqsa ham bo'ladi-yu. Agar sizni partneringiz bo'ladigan bo'lsa, partneringiz qarshi chiqadi. Sherigingiz bo'ladigan bo'lsa, oilangizdagilar boshqalar qarshi chiqadi. Agar haligi gap bor-ku, tezroq boraman desang, o'zing yolg'iz yur deydi. Uzoqroqqa boraman desang, deydi, sherik bilan bor deydi. Shunaqa. Agar kichikroq biznes qilib yuraman desangiz, o'z yolg'iz qilganingiz ma'qul. Shunaqa endi agar shartnoma qilib olsa-yu zo'r. Yo'q, agar misol katta biznes qilaman, ambitsiyalaringiz katta bo'lsa, million, milliardlagan bizneslar qurishim kerak deydigan bo'lsangiz, unda albatta sherigingiz bo'lgani ma'qul. Shunda men aytaylik, iloji yo'q tizim qilishim kerak yoki xodimlarimga ko'nikishim kerak.
Nima qilishim kerak desa, men o'ylayman, o'zimni fikrim, siz ham fikringiz qiziq. Men hozir kelib turgan pulimdan vaqtincha ketishim kerakmi shunda? Yoki mayli vaqtincha ketsam ham jicha savdo tushsin, boshqa bo'lsin, qiyinchilik bo'lsin, lekin tizim bilan keyinchalik yana ham kattaroq qilsa bo'ladi, yana ham yaxshiroq qilsa bo'ladi. Demak, bunda ham shu ambitsiyaga borib taqalsa kerak. O'sha tirikchiliklar vipriyoq qilib yuraveraman-u, hozir tegmay turay tizimga, ketib qolmasin. Ambitsiyasiga, filosofiyasiga borib taqaladi. Ya'ni siz qilayotgan ishni boya yana bitta riskni aytmadik. Unutibmiz. Siz shu 1 yil, 2 yil davomida o'rgatgan shogirdingiz sizdan ketib qolib, o'zi biznes qilib olishi mumkin. Shu narsa ham sizni qo'rqitadi. Tizimlashtirishdan yoki qandaydir bir boshqacha stilda ishlashdan shu narsa ham sizni qo'rqitadi. To'xta, ertaga hozir bunga jicha qattiq gapirib qo'yadigan bo'lsa, mendan ketib qolib, ertaga o'zi biznes ochib konkurent bo'ladi. Menga konkurent bo'ladi degan fikr bo'lishi ham mumkin. Meni fikrim tizimlashtirishda o'zim tajribamdan kelib chiqaman. Men o'zim taklif bilan kiraverardim kattalarga. Shuni shunaqa qilsa qanaqa bo'ladi? Shuni shunaqa qilsa qanaqa bo'ladi xodim sifatida? Agar kattalarga to'g'ridan to'g'ri misol gapirgani bir xilgi joyda iyerarxiya yo'l qo'ymaydi. Bir xilgi joyda rahbarning salobatidan siz to'g'ridan to'g'ri ayta olmaysiz, lekin rahbarga ta'sir o'tkazadiganlar bo'ladi. Shu ta'sir o'tkazadiganlar orqali yetkazasiz. Uning uchun nima qilasiz desa, shu rahbar uchun nima foyda? Tizim. Nima sababdan tizim qilish kerak rahbar va u ishxona uchun, rahbar uchun, biznes egasi uchun qanaqa foydalari bor? Ya'ni o'ziga komanda to'playsiz. O'ziga komanda to'playsiz, u komanda shu rahbarga ta'sir o'tkaza oladigan bo'ladi. Yonida yurganlar, qandaydir kimlardir xodimlarini ko'ndirishga harakat qilyapti. Men o'zim tajribamdan shunaqada aytyapman-ku, men 3 yilgina ish beruvchi bo'lib ishlagan bo'lsam, qolgan 23 yil davomida xodim bo'lib ishlaganman. Lekin ham men kuzatuvlarimda ham ko'p, shu bizda o'qiganlarda ham xodimlarim o'zi kelib tizimlashtiraylik dedi deydi. Ma'lum bir payt eshitmabman ularni deydi, to'g'ri aytgan ekan, endi tushunyapman deydi. Shunaqa, shuning uchun aytaylik, har qanaqa komandada har xil odam bo'ladi. Ya'ni ichidan qaynab chiqib, shu narsani qilaylik deydigan odam bo'ladi. Rahbarning vazifasi shu odamni ko'rib bilish komandani ichida. Odam ushab qolib, qattiq ushab bilib, shu odamni ko'rib bilib, shu odamga ya'ni imkoniyatlarni qilib berish. Men to'g'ri, xo'p, bizga nima foyda olib keladi? Masalan, oddiy aytaylik, kollektiv ishdan birov taklif bilan chiqsa, rahbarga aytadi, rahbar xo'p deydi, ayt deydi. Shunda ham уже kollektiv ikkiga bo'linishni boshlaydi. Kimlardir sizni oq qarg'aga chiqaradi. Hammaga o'xshab yursang bo'lavermaydimi deydi. Уже ular kimlar desa, ular shu zona komforta deymiz. Shu zona komfortada kelib, ishini qilib qilmasdan kun o'tkazib, oylik olib yurganlar. Ular uchun oylik oshishi, misol amal pog'onalarida o'sishi ularga qiyin emas, anaqa kerak emas. Ularga qiziq emas. Ish uy o'rganib qo'ygan. Shunaqa stabil shu. Bo'lmasam ba'zilarini men o'ylayman, yo yalqov yo o'g'ri bo'ladi. Chunki sistema qilsa, u sistema o'g'rilarni bitada shuni chiqarib qo'yadi. Shuni chiqarib qo'yadi. Shuni aytaman-da, ba'zilar qarshi chiqsa, demak, yo yalqovligidan yoqmayapti, shu normalni ketyapmiz u deydi. Yoki shu o'g'irlikka ochilib qolishi mumkin degan nima bor. Lekin ko'p biznesmenlar buni noto'g'ri tushunib olmaslik kerak. 99% holatda unaqa bo'lmaydi. 1% da bo'lishi mumkin. Ular lider bo'ladi, ularni orqasidan ergashtirib, boshqalarni ham hammamiz tizimga qarshimiz deb ko'rsatadi. Lekin bitta ikkita shunaqa bo'ladi. To'g'ri, endi misol o'g'irlik qilmayotgan bo'lsa ham, qaysidir bir ya'ni bezotvetственность deb qo'yamiz, mas'uliyatsizligi ortidan kompaniyaga zarar keltirayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni u o'zi o'g'irlamayapti. Boshqalarni ham o'g'irlashiga yo'l qo'ymayapti. Lekin qaysidir o'zini javobgarlik zonalari bor. Sistema qurilmagandan shu yerlarda u befarq bo'lib qolyapti-da, shu yerdan aytaylik, rasxod bo'lib chiqib ketayotgan bo'lishi mumkin. Shu narsa. Ya'ni aytaylik, misol dostavka misolida oladigan bo'lsak, bitta mashina u yoqqa ham, bu yoqqa ham 2-3 marta bitta adresga yoki shu bitta направлениyaga bir kunda 3 marta borib keladigan bo'lsa, уже расходlar, yoqilg'i, amortizatsiya, iznos degan расходlar ko'payadi.
Ya'ni nimani haydovchini ish soati qo'shiladi. U aytadi shuncha soat ishladim, shuncha kilometrga borib keldim deb ko'rsatishi mumkin-da, agar uniki KPI shunga bog'langan bo'lsa, shuni ko'rsatishi mumkin. Ha, to'g'ri, sen 3 marta borib kelibsan deydi. Shu narsani agar tizim qo'yiladigan bo'lsa, shu narsa 3 martaning o'rniga 1 marta borganda, shu 3 ta ishda 3 ta masalani hal qilib yoki 3 ta dastavkani bir borganda qilib keladigan bo'lsa, bu qancha foyda keltiradi? Bu tizim bo'lmasa bu narsani ko'ra olmaysiz. To'g'ri. Rahbar odam har kuni hamma yerda bo'lish qiyin. Rahbar odam ishxonadagi situatsiyani qayerdan ko'radi desa, отчетlardan ko'radi. Analitikadan ko'radi ishxonaning ahvolini. Bo'lmasam 10 tadan oshiq bilan ishlash qiyinlashaveradi. Qiyinlashaveradi. Lekin har kim ma'lumot olib kelaveradigan bo'lsa, u ma'lumot nima ham fakt bor unda, raqam bor. Ha, shu. Mana bo'lyapti, ha bo'pti, shunaqa bo'pti, buna bo'lyapti, ha bo'pti, shunaqa bo'pti. Oxirida bir analitika qilib bir to'g'ri qaror chiqargani sizda nima yo'q. Ma'lumot yetarli emas yoki noto'g'ri ma'lumot bor sizda. To'g'ri. Qirg'izistonda hozir mana biznes kurslar masalasi. Kundan kunga menimcha yaxshi ko'payyapti. Ishtaha ochilyapti ko'p o'rgatuvchilarda. Bu yaxshi tomonlari bor. Men ham bunga bir fikrimni aytsam-da, keyin sizni ham fikringizni eshitsak. Ya'ni Qirg'izistonda kundan kunga kurslar, ya'ni biznes kurslar ko'payishligini men ikkita tomonini ko'ryapman. Birinchi tomoni, jamiyatga foydaliligi juda katta. Haqiqatda O'zbekiston taxminan 10 yil oldin mana shunaqa spikerlar, biznes o'rgatuvchilar ko'paydi va O'zbekistonda juda katta o'zgarish bo'ldi servisda. Masalan, Toshkentga borsangiz, servisni boshqachaligini sezasiz. Mana vodiyda ham ko'z tegmasa insonni xizmatidandir balki yaxshilanib boryapti. Bir tomondan shu tomoni yaxshi. Endi ikkinchi tomondan hamma narsani poddelkasi bo'ladi. Shu o'rgatuvchilarning ham poddelkalari ham bo'ladi baribir chiqadi. Bizda ham bir yonib bir o'chib oldi, keyin yana yaxshilanib qoldi. Ikkinchi minus tomoni shuki, bittaligi motivatorga yoki bir vaxatronga borib turib, ha endi biznes trening degani shu ekanda deb turib qaytib bormay qoladi. Ya'ni demoqchimanki, aqli yetganlari bo'lsa to'xta deydi. Bu chota nimadir yaxshi gapiryapti, o'zi hali bor shekilli. Nomer 1 kim ekan deydi. U tomoni yaxshi, masalan, haqiqatda yaxshi o'rgatuvchilarga, masalan, eskidan o'rgatib kelayotganlarga, misol uchun bizga yoki sizga o'xshagan ekspertlarga yaxshi. Nomer 1 kim ekan desa, baribir Shuhrat aka ekan yoki mana inson ekan deb borishadi-da. Ikkinchi tomoni bo'lsa, ba'zilarni ko'ngli sovib qoladi. Meni fikrim shu. Endi qalbaki, original, podoriginal, lyuks kopiya ko'p anaqalari bor, misol yoki poddelka. Endi bu narsani qachonki solishtirganini bilasizda? Kimlardir solishtira olmaydi ekan. Yo'q, misol aytyapman-da, bu narsa men umumiy aytyapman. Masalan, bir marta hozir siz ikki marta shokoladni soxtasini yeb qo'ysangiz, qaytib shokolad yeyman deb yorasiz. Yo'q, ba'zilar shunaqa ekan. Aytyapman-ki, siz shokolad soxtaligini qanday bildingiz? Bemazaligidan-da. Yo'q, siz uni original bilan solishtirib ko'rishingiz kerak-da. Siz solishtirmagingizni esa bilmaysiz ekan-da. Ha, yo'q, siz qayta shokolad yeysiz, shunaqa bo'lsa, siz bor qarang. Ayniqsa ustida Snickers deb yozib qo'ygan, lekin poddelka. Bu qaytib Snickers demayman deb yorasiz-da, umringizda Snickers originalini ko'rmagan bo'lsangiz. Yo'q, siz umringizda originalini ko'rmagan bo'lsangiz, Snickers shunaqa ekan deb o'ylaysiz. Birinchi yeganingizda Snickers shunaqa bo'lar ekan deysiz. Shu narsani siz o'sha qabul qilishni boshlaysiz. Qachonki originalini ko'rmagunizcha. Shunaqa. Ya'ni solishtirish bu yerda nafaqat oziq-ovqat yoki nafaqat bu treninglik qandaydir bir kurslar emas, umuman har narsani hamma sohada bo'ladi, original bo'ladi, poddelkasi bo'ladi. Misol atir. Bitta atir oldingiz, qaysidir do'kondan oldingiz. Bir marta sepdingiz, yarim kunga bormay hid yo'qoldi. U atir yaxshi emas ekan, u brend yaxshi emas ekan demaysizda. To'g'ri. Chunki men olgan joyim yaxshi emas ekan, u do'kon yaxshi narsa sotmaydi ekan deysiz. Shunaqa. Keling, mana kurslarni qanaqa qilib ajratib olish kerak? Poddelkasini va originalini. Boya aytganimdek, haligini poddelka kurslarida o'zim ham ko'p nimasida bo'lganman. Rossiyada taniqli Ayaz Shabudinov bor. Shuni shu 2 kunlik nimasida ham qatnashganman o'zimizda. Uni kimlardir shunaqa
nima desam, mashina deydi, kimlardir yana nimalardir deydi. Qarasangiz, gaplarida nimadir bor, lekin amalida bir qandaydir bir shubha bor, natija, ya'ni qilayotgan ishi aytayotgan gapiga to'g'ri kelmay qoladi. Endi qadriyatlarga ham to'g'ri. Demak, birinchi o'rinda qadriyatiga ham qarash kerak. Qadriyatiga qaraysiz, Yana nimalarga e'tibor berish kerak? Hali aytganimdek, masalan, soch prichoskasi yaxshi bo'ladimi yoki qanaqa? Yo'q. Siz misol originalni istayotgan bo'lsangiz, soxtasini yeyishga tayyor turing. Shu. Bitta yeb ko'rganingizdan bitta yeysiz. Bu poddelka ekan, lekin boshqasini. Bu poddelka, bu original. Ya'ni solishtirasiz. Siz boring, men sizga bormang deyman, misol mana Bobur Musoboyev kelyapti, Bobur Musoboyevga boring. Boshqasi kelyapti, boshqasiga boring. Kim kelyapti, misol? Boring, hammasiga boring. Lekin hammasiga boring. Soxtasini ko'rib qaytib yemayman deb yormang. Soxtani ko'rgandan keyin, bu bo'lmagan narsa ekan demang-da. Chunki siz bo'lmaganiga to'g'ri kelib qoldingiz. Shunaqa. Bu narsa hayotimizda ko'p uchraydi. Ne только bu ta'lim sohasida, har qadamda. Men ketyapsiz, zapravkadan bitta benzin qo'ydingiz. Qo'ymasangiz bo'lmaydi. Shuna kirdingiz, benzin qo'ydingiz. Demak, mashina yaxshi tortmayapti, yaxshi yurmayapti. Bu yerda u degani endi benzinli mashina minmayman demaysiz-ku. Shunaqa. Men o'ylayman, yana e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bor. Haqiqiy ekspertlar birinchidan yillar davomida ishlab kelayotgan bo'ladi. Chunki uni xalq biladi. Va o'zi ham qilgan bo'ladi. Amalda qo'llagandan keyin o'zi ham baraka topgan bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, uni shogirdlari ham natija ko'rib, samimiy maqtayotgan bo'ladi. Haqiqatda unda o'qigan insonlar ham shunaqa. Mening tajribamda. Yana bo'lishi mumkin. Katta haligi million dollarlar haqida ko'p gapirmaydi-da. Kichik masalan instrumentlar, sistema, nizom yozish qoidalar haqida gapiradi. Aniq bir qoida haqida gapiradi. Motivatsiya berib, anaqa u ham qaysidir urovga keladi, kerak motivatsiya, lekin haqiqiy ekspert biznes bo'yicha men o'ylayman, kichik standartlar yoki shu kabi narsalar haqida gapiradi. Amaliy instrumentlar beradi, shablonlar berishi mumkin. Amaliy shablon beradi. Endi o'shini ham poddelkasi ko'payib ketdi. Amaliy shablon, mana sizlar bilan amaliy mashq qilyapmiz deydi. Men o'sha o'rgatuvchilarni ba'zilarini ko'rganman, o'zini biznesida yo'q-da. Shu amaliy qilayotgan nimadirlar. Tushundim. Shuning uchun aytyapman-da. ChatGPTdan o'rganib nimadirlar qilgan bo'ladi. Yo'q, mayli o'rgansin, qilsin. U ham foydali. U ham foyda, chunki u ham harakat qilyapti. U ham to'g'ri. Balki ularda ham niyat to'g'ridir. To'g'ri. Tajribam yo'q bo'lsa ham, lekin qandaydir bir harakat qilyapman, o'rgatishga harakat qilyapman. Bitta zo'r gapi bor mana shu yerga. Hali likillab yurgan tiktokerlardan yaxshi, ancha yaxshi ulardan deydi. Ya'ni yomonlikni o'rgatmayapti deydi. Shu. Lekin bir tomondan mana O'sh bozorini, ya'ni ikkinchi foydasi deganda shuni aytmoqchi edim. Bozor uyg'onadi, ya'ni hali sho'r yerlarga ekin ekish bo'lish imkoniyati ochiladi. Va bu bizga ham foyda bo'ladi deb o'ylayman, chunki haqiqatda baribir yaxshirog'i kim ekan deganda bizni ham bozorimiz ochiladi. Bir tomondan qaraganda bizni ham sotuvlarimizga ta'siri bor ekan, shuning uchun hali bizdan chiqqan shogirdlar u yoqqa borib nima qilsa ham bossin gazini, bizni bozorimizni ochib berishyapti deyman. Albatta. Boya aytib o'tdingiz, Qirg'iziston bozorida rivojlanyapti. Biznes treninglar ko'proq kelishni boshladi dedingiz. Ya'ni bir gap bor, shogird tayyor bo'lganda ustoz topiladi deydi. Ya'ni shu kungacha yoki 1-2 yil oldingacha kelmagan bo'lsa, demak hali shogirdlar unga tayyor bo'lgan emas. To'g'ri. Hozir mana o'sha pishib, yetilib, o'sha biznesmenlar mana 90-yil bilan 2000-yilning o'rtasini oladigan bo'lsak, shaharda nomer 1 biznesmenlar kim edi desangiz, falonchi deydi. Qani shular desangiz, yo'q. Nima uchun desa, ular shu paytda qaysidir bir ishxonani direktori bo'lgan, nachalnigi bo'lgan, qandaydir bir davlat ishxonasida boshqaruvchi bo'lib birinchi kapitalini qilganda, ya'ni davlat yordamida, keyin shu 2000-yilgacha hali kapitalini Xitoy ochildi, boshqa bo'ldi, ozgina u yoq bu yoq qilgan bo'ldi-da, keyin baribir tizim yo'qligi uchun, ilm yo'qligi uchun ularning misol nimalari qolmadi baribir. Hozir falonchi kattalar taniydi, misol yoshlarga shunaqa biznesmen odam bo'lgan desa, u odam nima ish qilgan deydi. Qani hozir, qani biznesi deydi.
disbalans paytda disbalans nima paytida boshlasa o'xshab ketavergan o'xshab ketgan bo'lganda, paytda o'xshab ketgan. konkurensiya bo'lmagan. Da, konkurensiya bo'lgan. Ilm masalasiga keladigan bo'lsak, misol mana 90-yildan keyin aytaylik, o'qituvchilar yoki injenerlar yoki qandaydir bir aniq kasb egalari ishsiz qoldi. Zavodlar yopilib ketdi, fabrikalar yopildi, qisqardi, nimadir bo'ldi. Misol o'qituvchilarda aytadigan bo'lsak, davlat vaqt oyligini to'lolmaydigan darajaga kelib qoldi. Bu hech kimga sir emas, bundan haligi bir uyatadigan joyi ham yo'q, chunki butun postsovet davlatlarda shu narsa bo'lgan. Shu paytda o'qituvchilar bozorga chiqib ketdi. Hamma bozorga chiqdi. Bular qatorida o'qituvchilar ham yoki shu injenerlar ham, qandaydir bir texnik sohaning egalari ham bozorga chiqib ketdi. Shularda ilmi bor, ya'ni savdo ilmi bo'lmasa ham umuman biz strukturaga solingan ilmi borlarini natijalarini ko'rsangiz yaxshi. Falonchi oldin o'qituvchi edi, misol falonchi oldin injener edi, falonchi oldin shunaqa edi deydi. Shu 90-yillarga kelib maktabni bitirmay yoki bitta qaysidir bir kasbni to'liq egallamay bozorga chiqqanlar shu disbalans paytida bitta reski ko'tarildida, keyin reski tushib ketdi. To'g'ri. Bunaqa misollar juda ko'p. Shunaqa. Endi umuman olganda bu kurslarda o'qish kerakmi desam, men o'ylayman, biz O'zbekiston misolida biz o'zimiz tanigan yaqin do'stlarimiz ham katta million оборотli biznesga aylandi. 2 yil oldin kichkinagina bitta mashinachasida yurardi, Matizchasida. Hozir katta mashinasidan o'lchab bo'lmaydi-yu, lekin biznesini ichidan ham bilamizda. Оборот katta edi, brendi kuchaydi, dunyo miqyosiga tayyorgarlik ko'radigan holatga chiqdi. Ba'zilar dunyo miqyosiga chiqdi. Demoqchimanki, nima deb aytasiz desam, mana shu o'qiganim uchun deyapti. Shu o'qidim, shu o'qimasam qaydan bo'lardi deyapti. Albatta. Siz aytgandek, bu bir xilga akalarimiz aytadi, buni bu yog'iga boylar boy bo'lib ketaveradi, kambag'allar kambag'al bo'lib ketaveradi deydi. Men bu narsaga qo'shilmayman. Chunki biz bilmagan, biz kutmagan holatlar bo'ladi, fenomenlar bo'ladi. Qandaydir bir misol mana karantin, 20-yillik karantin. Kimlarnidir nimasini normalniy elab qo'ydi, tutga titrab, anaqa to'kib qo'ydi. Hamma o'rni almashib ketib qoldi. Misol mana Qirg'iziston 14-yil Tamo'jniy soyuzga kirgan. Shunda ham juda katta ko'pchilik nima bo'lishini bilmay qolgani uchun biznesini yo'qotib qo'yganlar bor. Yurib ketayotgan yo'lini yo'qotib qo'yganlar bor. Yurib ketayotgan yo'lini. Ya'ni biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun hech qachon kech emas. Biznesi borlar uchun tizimlashtirish hech qachon kech emas. Tizimi borlar uchun takomillashtirish hech qachon kech emas. To'g'ri. Ya'ni bitta idealniy produktni yoki bitta idealniy bir nimani qilib turib, bo'ldi shu narsa 100 yil ishlaydi deb ayta olmaysiz. 1 yilda eskiryapti texnologiya. To'g'ri. Sizni misol mana Nokia'ni iPhone bozordan siqib chiqardi. Shunga o'xshagan misollar ko'p. Zo'r. Xo'p, tizim degan narsani oson tushuntirish uchun oddiy qora suvchi, bozorchi, do'konchi ularga qanaqa tushuntirsak bo'ladi tizimni? Ya'ni tizimni nimaligini emas, tizim qurish kerakligini qanday tushuntirsa bo'ladi ularga? Boya aytdim-ku, o'ziga o'zi savol bersin. 3 kun telefonimni o'chirib toqqa ketsam nima bo'ladi? Desa, qachongacha bormoqchiman shu bilan? Desa уже javob topadi. Misol, keta olmayman deydi. Nima sababdan keta olmayman? Shu ishlarning yo'lga qo'yilmagan. Ya'ni o'ziga savol bersin. Yoki men bir umr shunaqa aytaylik, ertalabda bozorga tushib, kech payt uyga ketib, haftada 2 kun dam olib, chegarasi bor deng, uni ham 20 yil ekanda o'zi uspeshniy payt eng shunaqa men misol umrim oxirigacha shu ishni qilishga tayyormanmi? Yoki misol mana bozorda Qorasuvda konteynerda savdo qilib o'tiradi. 20 yil, 30 yildan beri savdo qilyapti yoki nimadir qilyapti. Atrofga qarasin, 20 yil burun tanigan odamlari misol bozordan chiqib ketgan yoki ozgina boshqacha ko'z qarashda biznes yurgizishni boshlaganlarni ishi qanaqa bo'ldi? Ya'ni zona komfort, baribir 10 ta odamdan 9 tasi
bir xillikni yoqtiradi. To'g'ri. Zona komfortni. Chunki zona komfortdan chiqish bu odam uchun stress. To'g'ri. Stress. Endi shunaqa ekanda ilm olib o'rganmagan yoki o'qib o'rganmaganlar endi qanaqa qilaman men deb nima qilyapti, o'zi oddiy narsa. Oddiy narsa, aytyapmanki, oddiy savol. Bozorga chiqmasam, misol mana karantin, 1 oy, 1,5 oy bozorlar ishlamadi, nima ishlamadi. Shunda hamma teng bankrot bo'lib ketdimi? Yo'q. Kimlardir karantinda yaxshi foyda qilib olganlar bor. To'g'ri. Nimani hisobidan desa, tizimi borligini hisobidan. Nimani hisobidan desa, tizimi yo'qlari bozordan vaqtinchalik chiqib turgani hisobidan o'rniga boshqalar kirib olganlar bor. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni bozor har doim ham o'savermaydi. Ya'ni bu yil Qirg'iziston aholisi aytaylik 7,5 million bo'ladigan bo'lsa, yana yilga 15 million bo'lmaydi. Lekin bugun siz qilayotgan savdongiz 1 million bo'lsa, yana yilga 2 million qila olasiz. Nima uchun? Qirg'izistonda aholisi o'sdimi? O'sgan yo'q. Odamlarda pul 2 barobar ko'payib ketdimi? Unaqa ham bo'lgani yo'q. Nimani hisobiga desa, tizimi yo'qlarni hisobiga siz ularni klientlarini o'ziga tortib oldingiz. To'g'ri. Shu joyda zo'r gap esimga tushdi. Agar hozir o'qisangiz deydi, konkurentlaringiz pulini to'lab beradi deydi. Agar hozir o'qimasangiz deydi, Konkurentlarga o'sha o'qish pulini konkurentlaringizga siz to'lab siz berasiz. to'layapsiz. Endi xulosa hammani o'zidan. Bu degani o'qigan odam konkurentlarning klientini olib qo'yadi. Bu degani sizga boradigan pul unga boradi. Albatta. Agar siz o'qisangiz, demak uni pulini siz olasiz degan, ya'ni. Albatta. Shunaqa gap bor. Albatta. Endi qisqa muddatli bir savol-javob bo'ldi-yu, suhbat bo'ldi. Juda mazmunli bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Baraka toping, Alloh rozi bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. So'nggi so'z o'rnida men xulosa qilaman. Bu videodan men o'ylaymanki, xulosalar. Birinchisi, belli ishlashning hech qanaqa zarari yo'q. Aksincha, bir necha barobar foydalari bor. Ikkinchisi, hozir Qirg'izistonda marketing brend orqali gazini bosib qoladigan payt, million dollar topib qoladigan payt. Sistemani hozir qilish kerak. Hozir ayni paytda. Davlat siyosati ham aynan shunga qarab ketyapti. Shuning uchun birinchilardan bo'lib qolishni tavsiya qilaman. Sizni xulosalaringiz. Meni xulosalarim, boya aytdim. Tezroq bormoqchi bo'lsang, yolg'iz yur. Uzoqroqqa bormoqchi bo'lsang, sheriklar bilan bo'l. Ya'ni bu degani albatta biznesingizga kimnidir sherik qilish emas, maslahatchi qilib oling eng kamida. Eng kamida kimnidir maslahatchi qilib oling, chunki siz protsessning ichida siz ko'rmayotgan narsalar, emotsiyada siz e'tibor bermayotgan narsalar atrofdan ko'rinib turadi. Bir buyuk odamda yaxshi gapi bor. Tog'ni ko'rmoqchi bo'lsang, pastdan turib qaraysan deydi. Ya'ni siz tog'ni o'zida turib tog'ni ko'ra olmaysiz. Yoki atrofda vodiyni ko'rmoqchi bo'lsang, toqqa chiq deydi. Shunaqa siz biznesning ichida bo'lib turib har doim ham biznesingizda nima bo'layotganini ko'ra olmaysiz. To'g'ri. Yoningizda bitta ustozingiz yoki maslahatchingiz bo'ladigan bo'lsa, sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadi. To'g'ri. Siz kritikaga ochiq bo'lishingiz kerak. To'g'ri. Ya'ni xulosalardan bittasi kritikaga ochiq bo'lishingiz kerak. Kimdir sizga kelib turib o'qimasang bo'lmaydi desa, "Apga o'zim o'qib beraman" emas. To'xta, rostdan nimanidir bu ko'ryapti. Menda qandaydir bir kamchilik ko'ryapti deb kritikaga ochiq bo'lib, uni sizda ko'rgan kamchilikni nima kamchilik ko'rding? Sizda kamchilik ko'rdimi? Demak, unda yechim bor. U kelib turiblar, sen manaqa noto'g'ri qilyapsan demaydi. To'g'ri qilishni o'rgat desangiz, o'rgatadigan ilm borligi uchun, siz noto'g'ri qilayotganingizni ko'ra olgani uchun kelib noto'g'ri qilyapti deydi. Ya'ni kelib kimdir sizga shu narsani o'rgataman, shu narsa noto'g'ri desa, siz kritikaga ochiq bo'ling. Albatta, motivatorlar ham shunaqa deyishi mumkin. Buni mana qilsam mana bo'ladi, buni buna qilsam buna bo'ladi. Sen noto'g'ri qilyapsan, sen noto'g'ri yo'ldasan deb endi umuman biznes trenerlarga, motivatorlarga ancha shularning orqasidan bir nechta blogerlarimiz normalniy non yedi. Bularni yomonlab chiqib yoki bularni ustidan kulib chiqib. To'g'ri. Xulosalarim oq ishlash
energiyangiz bir tomonga yo'naladi oq ishlaydigan bo'lsangiz. Siz bugun o'qisangiz konkurentlaringizni klientin ertaga sizniki bo'ladi. Agar siz bugun o'qimasangiz sizni klientlaringiz konkurentlaringizga ketadi. Bu narsa albatta ilm bilan, tajribali odamning maslahati bilan bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, demak, ko'rsatuvimizni boshida aytganimizdek, sovg'amiz bor edi. Mana shu ko'rsatuv 5000 dan ortiq prosmotr yiqqanda men tomonimdan kodeks kitobi hadyaga beriladi. Ma'lumot uchun, Qirg'izistonda ko'pchilik balki bilmas, O'zbekistonda juda ko'p biznesmenlarga yetib borgan kodeks nomli kitobimiz bor. 2,5 million so'm turadigan mana shu kitobimizni bepulga beramiz, xudo xolasa. Ikkinchisiga mana Shuhrat akamning nomidan desak bo'ladi yoki Insan akademiyamiz nomidan desak bo'ladi. Sherikchilik kitobi. 2 kishiga bittadan bersak, agar qo'shimcha nimadir bo'lsa, yana eshitaveramiz. Izohlarda yozib, izohda eng aktiv bo'lgan kommentariy egasiga inshaalloh mana shu sovg'alarimizni yetkazamiz. Hammaga rahmat. Shuhrat aka, sizga ham rahmat vaqt ajratganingizga. Sog' bo'lsin, taklif uchun rahmat. Salomat bo'ling. Omon bo'linglar.